Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogs kanali. Kech bo'lsa ham barchangizga kirib kelgan ro'za oy Ramazon oyi muborak bo'lsin deb qolaman. Bugungi video roligimiz Telegram kanal va guruhga o'zbek aktiv obunachi qo'yish haqida bo'ladi do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimalni like va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obunani bosib qo'yishni unutmang. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanalda topishingiz mumkin. Va ko'pchilik bizdan savol yo'llamoqda, mana shu video haqida chiqaring deb va mana o'sha videoni chiqarmoqdaman. Yana bir obunachimiz so'ramoqda, nega videolar kam? Ya'ni haftasiga oldin 7 kunda, 6 kunda chiqardi, hozir esa 10-12 kunda chiqyapti. Buni sababi esa albatta sizlar. Videoni oxirida aytib o'tkaman, nega hozir bizlar deb o'ylashingiz mumkin. Video oxirida sizlarga aytib o'tkaman. Demak, ko'p kuttirmay videoni boshladik. Telegramga kirib olamiz va Telegramda X obunachi bot deymiz. Bot silkasini esa video opsiyasida qoldirib o'tkaman. Telegramga kirib qidirib o'tirish shart emas. Shunchaki video opsiyasi silkasini ustiga bossanglar, avtomatik bot push holatiga o'tib ketasizlar. Botga kirganingizda bu botda yana aytib o'tkaman, biladiganlar bor, lekin bilmaydiganlar juda ham ko'p. Bu botda men hech qanaqasidan bu botdan men reklama olganim yo'q va o'zim topganim yo'q. Obunachilar maslahat qildi va men buni tekshirib ko'rdim, haqiqatdan uryapti. Bot anchadan beri ishlayapti. Xo'p, botga kirganimizda xuddi shunday oyna ochiladi endi. Start bosib olamiz, ya'ni boshlash, men o'zbekcha bo'lganim uchun. Bu yerda bot kirganingizda xuddi shunaqa tillar so'raydi. Sizga qaysi til muhim deydi. Biz masalan men o'zbekcha, menga o'zbekcha kerak. O'zbek tilida bo'lishni xohlayman botda. Xo'p, botga kirganingizda birinchi kirganingizda sizga 2 rublda miqdor bonus beriladi. 2 rublda. Va kanaliga a'zo bo'lishingiz kerak. Botning hamkor kanali. Bot shu orqali pul ishlaydi. Xo'p, mana botga o'zini kanali birinchisi obuna bo'lamiz, chiqamiz. Ikkinchi kanali obuna bo'lamiz, chiqamiz. Uchinchi kanali obuna bo'lamiz va chiqamiz. Va tasdiqlash bosamiz va bizdan nomer so'raydi. Nomerimizni yuboramiz. Hozir bu adminimning akkaunti, o'zimning akkauntim emas. Xo'p, bu yerda nomer so'ramadi cho'ta. Xo'p, bu yerda assalomu alaykum, bot va kanal guruh obunachi yig'ib batafsil yordam menyusida. Bu yerda goals bor ekan, to'liq ma'lumotlarni tushuntirib o'tgan. Men o'zim bu yerda tushuntirib o'tganman. Bu goals eshitish shart emas. Xo'p, bu yerda mablag' yig'ishni bosamiz. Xo'p, mablag' yig'ish uchun o'zingizga ma'qul bo'lgan usulni tanlang deyapti. Referral orqali, masalan uchun kelinglar referral orqali bosamiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, Telegram kanali va guruhlarga faol o'zbek obunachi ko'paytirish uchun Telegramga yagona do'stlar taklif qiling. Har bitta do'stingizga 2 rubldan beradi. Adashmasam, bitta obunachi urishingiz 1 rubl. Hozir bu yerda ko'rsatib o'tib ketaman. Menimcha hozir menda balans yetarli emas. Xo'p, buyurtma berish uchun hisobingizda kamida 10 rubl bo'lishi kerak. Hisobingiz 2 rubl deyapti. Bu degani 10 rublga 10 ta obunachi qo'shsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shu mablag' yig'ish, referral orqali topshiriqlar, obuna bo'lish, post ko'rish, guruhga odam qo'shish, bonus. Bonus bosamiz. Bonus nima ekan? Hozir tabriklaymiz, sizga 0.5 rubl berildi. Xo'p, endi bu yerdan biz topshiriqlarni bosamiz. Endi referral orqali bo'lsa, do'stlaringizga mana shu referralni bosib, mana shu joyini tarqatsangiz, mana shuni tarqatsangiz, do'stingiz botga kirib, start bosib va kanaliga to'liq a'zo bo'lgandan keyin sizga bonus beriladi. 2 rubl. 2 rubl. Faqat to'liq a'zo bo'lish kerak kanaliga, botda o'ziga start bosib kanaliga a'zo bo'lish kerak. Xo'p, bu yerda endi men odam taklif qilishga hozir menda vaqt yo'q. Shu sababli videoni pauza qilib qo'yishim mumkin, tushunmaysiz mumkin. Topshiriqlar bo'limiga o'tamiz. Sizlar referral do'stlaringiz bo'lsa, referral orqali qilsanglar bo'ladi. Balki kimdadir nomerlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Oldin O'zbekiston nomeriga faqat ishlardi bu. Menimcha hozir nomer so'ramadi. Menimcha hamma nomerlar ishlasa kerak. Agar sizlarda qo'shimcha nomerlar bo'lsa, bemalol start bosib olishingiz mumkin o'zingizga rubl tanlab. Xo'p, mana bu yerda ko'ryapti, Instagram profiliga obuna bo'ling, so'nggi qo'yilgan reelsga like bosing, ijobiy izoh qoldiring, do'stingizga ulashing va videoni oxirigacha ko'ring debdi. Bizga bu narsa juda ham og'irlik qiladi. Boshqa narsa yo'qmikan? Obuna bo'lish bor ekan. Mana kanalga kirib, e'londagi kanalga obuna bo'ling, har bir kanal uchun 1 rubl beriladi. Va eshiting, mana bu yerda botdan chiqmang. Botdan chiqmagan holatda kanalga obuna bo'lishni istasangiz, pastdagi shu yerda bosing va bo'ldi. Va kanalga obuna bo'lasiz. Obuna bo'lganingizdan keyin bitta narsa minus tarafi 15 kun chiqib ketmaysiz. 15 kun chiqib ketmaysiz. Agar 15 kun ichida hozir 12 soat berasiz sizga, mana kanalga a'zo bo'lgandan keyin, guruhga a'zo bo'lgandan keyin 12 soat ichida chiqib ketsangiz, kanal sizdan minus 2 rubl olib tashlaydi. Shunisi bor lekin chiqib ketmashingiz kerak. Lekin bitta narsani aytib o'tganman, to'g'ri ekan, hozir gap
ko'p qilyapman, tezroq o'rgat deyish mumkin. Sizlarga bitta narsani aytib o'tib ketaman. Lekin mana kanalga ko'p a'zo bo'lsanglar, premiumsiz akkauntingizda ko'p a'zo bo'lib yuraversanglar, ertaga sizlarda faqat boshqa kanalga a'zo bo'lish uchun limit qo'yish mumkin. Ya'ni 500 tagacha limit bor, 500 tagacha. 500 taga kanalga obuna bo'lmasangiz ham limit qo'yadi. Ya'ni premium a'zo bo'ling deydi. Shu narsaga ham lekin minus taraflari bor. Xo'p, bu yerga masala uchun yo'q, obuna bo'laman, turaveraman, kanalda obuna bo'lguncha turaveraman deysiz. Mana bu yerda qo'shilishni bosib qo'yasiz va shu yerda obuna bo'l bosasiz. Aytgancha buni o'zini kanalga a'zo bo'libmiz. Bu kanalga a'zo bo'lish shart emas. Mana bu yerda obuna bo'lishni bosasizlar. Mana shu yerda obuna deyishni bosasizlar va kanalga o'tishni bosasizlar. Va kanalga o'tish bosib, qo'shilishni bosasizlar. Bo'ldi, mana kanalga qo'shildik, obuna bo'ldim bosasizlar. Mana hisobingiz bo'ldingiz. Sizga 1 rubl berildi. 3,5 rubl bo'ldi. Va yana o'tamiz kanaliga. A'zo qo'shilishni bosamiz. Chiqamiz, obuna bo'ldim. Mana yana obuna bo'ling uchun rahmat, 1 rubl berildi. Va yana kanalga o'tamiz. Obuna bo'lamiz, chiqamiz, obuna bo'ldim. Shu aytgancha, agar kanalga chiqib ketmaysanglar, masalan, obuna bo'lganingizdan keyin chiqib ketish mayli iloji boricha, agar chiqib ketsanglar, sizlardan hisobingizni olib tashlaydi. Mana shunaqa qiyinroq, topshiriq qiyinroq. Faqat men eng qulayi hozirda shu Instagram yokida Instagram bo'lma, shu obuna bo'lish yokida odam taklif qilish. Chiqqan kanalga a'zo bo'lmaysizlar, o'zini xomiy kanaldan tashqari. Xo'p, bu yerda ozgina video ko'payib ketmasligi uchun men 10 rubl qilib qo'yaman va 10 rubl bo'lgandan keyin videoni davom etaman. Va mana do'stlar, kanallarga a'zo bo'lib chiqdik. 10 ta kanalga a'zo bo'ldik, 10 rubl ishladik. Hozir balansimizda 15 rubl bor. Xo'p, endi bu yerda keyingi bo'lim post ko'rish bo'limi ham bor ekan. Bu bo'limni hech qiziq ko'rganim yo'q. Xo'p, bu yerda aytayapti, kanalga kirib postlarni ko'ring. Har bir post uchun sizga 0.15 rubl beriladi. Qanday? Hozir men bu joyga tushunganim yo'q. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bitta post ko'rdik. Shu yerda ko'rish uchun post qolmadi. Keyinroq qayta urinib ko'ring deyapti. G'alati. Boshqasini bosib ko'raylik-chi. Xo'p, bu yerda yana narsa chiqyapti. Menimcha post bo'lmay ishlamayotgan bo'lsa kerak. Shu sababli boshqa narsa qilib ko'ramiz. Guruhga odam qo'shish. Xo'p, bizning X obunachi guruhga qo'shiling. Har bir qo'shilgan yangi obunachingiz uchun 0.5 rubl oling. Xo'p. Bu yerga adashmasam odam qo'shish kerak. Odam bu yer maslahat bermayman. Hozir sizlarga eng kerakli bo'limlari mana shu bo'limdan referral bo'limi. Referralda bitta obunachingiz uchun, ya'ni taklif qilgancha 2 rubl olasizlar va obuna bo'lishni bosasizlar. Mana shunday kanallarga a'zo bo'lasizlar, mana kanalga o'tasizlar, a'zo bo'lasizlar, bo'ldi. Shu yerda obuna bo'lishni bosasizlar. Bunga obuna bo'lganmiz. Mana bu yerda shu yerda obuna bo'lishni bosib, kanalga o'tasizlar, obuna bo'lasizlar va obuna bo'lishni bosasizlar. Menimcha obuna bo'lmadik holi. Xo'p, bu yerda juda ko'p urinish qilganim uchun mana shunaqa narsa chiqib turibdi. Nukak bizda ishlab oldik pulni. Lekin aytganimdek 15 kuncha chiqib ketmaylar. 15 kuncha chiqib ketsalar, sizlardan minus olib tashlaydi. Ya'ni rublni olib tashlaydi 12 soat ichida. Xo'p, endi bu yerda biz ortga qaytishni bosamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin, hisobimda ko'rishingiz mumkin. 15 rubl. Ko'rib turishingiz mumkin. Endi bu yerda buyurtma. Mana ko'rishingiz mumkin. Prosper ursangiz bo'ladi va obuna ursangiz bo'ladi. Obunachi ham juda ham yaxshi. Lekin bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Menga bunaqa narsalar emas. Men pul to'lab ursa bo'ladimi deydiganlar bor. Shu sababli mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, hisobim bo'limi bor. Hisob bo'limi bosib, hisobda to'ldirib olish bor. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, qancha to'lovlar bor. Bu yerda klikdan to'lov qilsangiz bo'ladi. Payme'dan, Uzkartda, Payme, Uzum bank ham bor, Zumrad, Paynet, Uzkart, Humo, Xazna, Visa, mana shulardan to'lov qilsangiz bo'ladi. Sizlar qaysi programmasi bo'lsa, o'sha orqali to'lov qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, masalan uchun Click Up. Menga qiziq bo'lgani, mana ko'rishingiz mumkin. Siz botda hisobingizni qancha to'ldirmoqchisiz? Rubl kursi 1 rubl 140 so'm. Juda ham zo'r. Kurs past ekan. Hisobingizni kiritmoqchi bo'lgan summangizni o'zbek so'mida kiriting. Minimal 10.000 so'm ekan. 1000 so'm ekan. Xo'p, 1000 so'm yozamiz. Mana klik Obbo, shu narsalar jonga tegdi. Hozir 1 daqiqa bog'li, mana shularni o'chirib chiqay. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda 140 hisobingizga tushdi 714. Hisobingizga tushadi 714 rubl tushar ekan. Ya'ni 1000 so'm tashlasangiz. Mana shuni orqali pul tashlasanglar bo'ladi. Endi kelib bir hisoblab ko'raylik-da. Agar siz 10.000 tashlasangiz, 10.000 ni ko'paytirsak 140 ga adashib ketdik bu yerda. Xo'p, 10.000 so'm tashlasangiz, shunda kalkulyator shart emas, 10.000 tashlasangiz, shunda sizga 1 rubl tushsa kerak. 140 so'm rubl tushsa kerak. Shunda
sizlar 70 ta obuna urasizlar. 10 ming so'm evaziga 72 ta 73 ta obuna urasizlar. 10 ming so'm evaziga. Bunaqa narsancha qimmatroq, shu sababli mana shu kanalga ozov qilsanglar bo'ladi. Hozir men o'zim obunani yig'ib bo'ldim. Endi bu yerda buyurtmani bosaylik, video ko'p cho'zmasdan va bu yerda obunachini bosamiz. Obunachi bosganimizdan keyin nechta obunachi ko'paytirishni xohlasangiz kiriting. Bitta obunachi narxi 1 rubl ekan. Eng kamida bu yerda 10 ta obuna buyurish mumkin. Bu yerda biz 10 ta obunachini buyurtma qilamiz. Bu yerda kanal va guruhingizni ommaviy holasini yozib qoldiring deyapti. Namuna X obunachi yoki mana shunday holatda. Xo'p, bu yerda men admin akkauntdaman, guruh bormikan, guruh o'tgan ekan. Mana bu yerda eng qulayi mana shu yerda nusxalashni bosasizlar. Xo'p. Bosganingizdan so'ng esa botga qaytasizlar. Mana shu yerga boyaga kooperat qilgan kanalingiz guruhingizni havolasini yuborasizlar. Kanalingiz guruhingiz ommaviy holatda bo'lishi kerak va yuborasizlar. Va bu yerda so'raydi, buyurtmani ma'lumotni ko'rib chiqing. Buyurtma soni 10 ta. Mana shu chatga, haqiqatan shu chatgami? Albatta shu chatga. Narxi 10 rubl ekan. Hisobingiz 15 rubl. Xo'p, bizda 10 yetadi, bemalol. Lekin qaranglar, shunaqa narsa chiqadi va bu yerga kanalga admin qilish degan bo'limi bor va qaysi kanalingizga, guruhingizga, kanalingizga qo'shmoqchi bo'lsangiz, guruhingiz yoki kanalingizga o'tib admin berib qo'yinglar. Guruhda boshqarishni mana o'chirib qo'yinglar, shart emas. Yoniq bo'lishi kerak ekan afsuski. Mana shu yerda hammasi yoniq turadi va bu yerga admin qilib qo'yasizlar. Admin sifatida qo'yishni bosasizlar, xatolik yuz berdi. Right from bin. Xo'p. Admin sifatida qo'shish. Xo'p, bu yerda admin qilib bo'lmayapti. Bu botni to'g'risi, nargi akkauntimda, ya'ni o'zimning asosiy akkauntimda bu botni admin qilib, sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Va mana bo'ldi. Admin qilish bosdik, admin qilingan. Va tasdiqlash. Bo'ldi, tekshirilmoqda deydi va bosh menyu ochildi va guruhimizga kirib turamiz. Xo'p, do'stlar, shuni aytib o'tib ketaman, odam qo'shilguncha, bu odamlar qayerdan keladi? Termix orqali qo'shib beramiz. Yo'q, Termix orqali emas. Mana biz qo'shilyapmiz-ku bularga, kanallariga. Xuddi bizning kanalimizga, guruhimiz kanalimizga ham shu obunachi urayotgan kanal guruh egalari bizning kanalga qo'shiladi. Bizning kanalimiz ham xuddi botda, mana bu yerda mablag' yig'ish joyiga, mana bu yerga obuna bo'lish bo'limi bor. Obuna bo'lishga bizning kanalimiz ham chiqib turadi, qo'shiladi. 10 ta obunachi qo'shilguncha. Mana shunday holatda bo'ladi. Xo'p, endi men videoni pauza qilib turaman. Bu qo'shilgandan keyin videoni davom etaman. Va obunachilar qo'shilishni boshladi. Bunga ahamiyat bermaymiz. Bu o'zi bor edi, guruhga boya o'zim qo'shgandim. Mana Ibrohim Balobatlar mana shu. Mana guruhimizga a'zo bo'ldi deb kelyapti va mana bu ham qo'shildi. Bular 100% aktiv obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Ibrohim mana misol uchun bu mana bu ham xuddi shunaqa. O'zining kanali bu qo'shilish uchun bizning kanalimiz mana shunaqa nakurt ko'rayotgan kanal, nakurtga deb aksiyadan qo'shilayotgan kanallarga zakaz vaysa bajarib qo'shilyapti. Mana yana bittasi qo'shildi, shok. Bular aktiv bo'ladi, bo'ldi. Mana 100% aktiv. Bizga o'xshagan obunachilar, bular bizga qanday qo'shilsak, bular ham xuddi shunday. Mana bular ham biz qo'shilayotgan kanal guruhiga a'zo bo'lyapti. 100% ishonchli bo'ldi, 100% qo'shiladi. Keyingisi ham qo'shiladi. Yusuf Ibli, nika mana shunaqa detskiy niklar yomon ko'payib ketdi, to'g'risi. Bunaqa niklar ko'rsam shunday g'ashga tegadi. Mayli, yosh bola bo'lsa kerak. Xo'p, mana qo'shilib turibdi, ko'rishingiz mumkin. 100% qo'shadi. Mana biz 10 ta zakaz qilganmiz. Kanalimizda 2 ta ovoz bor edi. 3 ta bot bilan 13 ta ovoz bo'ladi. 100% qo'shadi. Xo'p, mana shunday holatda sizlar ham ursanglar bo'ladi. Bugungi video shuni iborat edi. Video qolsa videomizga maksimalni like bosing. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosishni unutmanglar. Videoni boshida aytganimdek, video oxirida gapim bor degandim. Obuna, ya'ni sizlar video prosmotr juda ham ko'p bo'lyapti va meni obuna bo'lmasdan mana shu YouTube kanalimni kuzatayotganlar juda ham ko'p. Men bildim. Ana shu obuna bo'lsa ko'rayotganlar uchun men sizlarga bitta gapim, просто tak bro mehnatni qadrlamayapsizlar. O'zingizga kerak bo'lgan narsani olasizlar, lekin bro mehnatni qadrlamayapsizlar. Sizlardan bitta obuna so'rayapman atigi. Boshqa hech nima so'rayapman. Mayli like bosmanglar. Mayli prosmotr 30 ming, 40 ming, 50 ming bo'laversin. Mayli like chustib turaversin. Lekin podpiska bosinglar. Podpiska bosinglar menga shu nima desam bo'ladi, motivatsiya. Qancha ko'p obuna bo'lsa, menga shuncha ko'p video chiqarishga motivatsiyam oshadi. Shuning uchun maksimal sizlardan shu narsani iltimos qilaman, obuna bo'lib kuzatinglar iloji boricha. Chunki bundan ham qiziqarli videolar bizning kanalda topishingiz mumkin. Hali hammasi oldinda. Sizlar bilan yaqin vaqtcha bo'lsa bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.